Hammaga salyut, sizlar bilan Get Ready With Me va men Zarina Ergasheva. Bugun Jenny obrazini qilib ko'ramiz. O'xsharmikin, yo'qmi bilmayman. Qani ketdi. Xo'p, sizlar so'radilaring, men avomman. Birinchi o'rinda shimdan boshlaymiz, lekin meni shimimni hamma shortik deb o'ylagan, yutqizdilaring. Ikkinchidan, ustidan jinsi kiyamiz, cherry jinsi, stilniy jinsi, chotki va futbolkamizni noodatiy holda yechib, maykamizda qolamiz. Ustimizga nimadir kiyish kerak, kojni kurtkam yo'q, faqat shum bor, shuni kiyamiz. Hech narsa qilmaydi. Remen kiyishimiz kerak. Shimim menga katta. Wow, girls, trap. Kojni kurtka o'tdi, seri va oq, menda qorasi bor. Menimcha yomon emas, o'xshavotdi. Mana shu detal prям Jennynikida qaygan, juda ham o'xshar ekan. Sochimni yoyib oldim va juda ham Jennyning obraziga o'xshashni boshladi. Prям girl gossip. Ajki kiyib ko'ramiz. Xuddi shunaqa ajkini topishga harakat qildim, lekin topolmadim boridan. Menda prям qora botinka yo'q, serisi bor, to'g'ri keladi deb o'ylayapman. Jicha raqsga tushamiz. Wow, menga juda ham Jennyning comeback yoqdi. Sizlarga ham yoqdi degan umiddaman, yuragimdan urdi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, podpiska bosinglar, storiesda fikrlaringni bildiringlar. Hammani quchoqladim. Rahmat.